Ko'pchilik blogerlarni ko'rsangiz, oddiy telefonni o'ziga qaratib turib video olishadi. Prosmotrlarni ko'rsangiz 100 ming, 200 ming, 1 milliongacha prosmotrlar bo'lib ketadi. Bilasizmi nimaga? Odamlarga oddiy narsa yoqadi. Siz oddiy berayotgan narsangiz yoqadi. Bir qilgilarni ko'rsangiz, vizualini zo'r qilib oladi. Hamma yoq chiroyli, bu yoqdan o'tirishlar zo'r, gaplar juda ham aqlli, murakkab gaplar. Mana shunaqa narsalar qilsam zo'r ketadi deb o'ylashadi. Yo'q, aksincha, odamlar murakkab narsadan qochishadi. Murakkab narsa odam charchatib qo'yadi. O'zimiz uchun nima kerak? Oddiy narsa kerak. Oddiy narsa odamga tushunarli bo'ladi. Chem murakkab narsadan ko'ra. Men sizga bitta misol qilib aytaman. Hozir Instagramda bitta astronomiya bo'yicha bitta narsani tushuntirib yurgan aka bor. To'g'rimi? Instagram profillarini mana shu bolalar chiqarib qo'yishadi. Juda ham murakkab narsalarni shunchaki oddiy tarzda tushuntirib berishyapti. O'shaning uchun shu darajada tez ko'tarilyapti-ku inson. Berayotgan narsalar murakkabligini odamlar kerak bo'lsa tushunmayapti. Bu odamni tushuntirayotgan narsasi oddiyligidan odamlar xulosa qilib, maza qilib ko'rishyapti. O'shaning uchun siz kontent qilayotganingizda, siz xoh biznes egasi bo'ling, xoh SMMchik bo'ling, xoh prodyuser bo'ling, xoh shaxsiy brend egasi bo'ling, siz berayotgan ma'lumotlaringizni odamlarga maksimal darajada oddiy qiling, murakkablashtirmang. Montajlarida bo'ladimi yoki gap so'zlaringizda bo'ladimi, oddiy tilda gaplashib odamlarga tushuntirishga harakat qiling. Mana shu narsa sizni YouTube ketishingizga, sizni videolaringiz rekomendatsiyaga chiqishiga katta effekt beradi. Meni ham videoyim menimcha sizga hech qanaqa bir murakkablik tug'dirmadi deb o'ylayman. Kelgusi videolarda ham xuddi mana shunaqa oddiy, samimiy yo'nalishda ko'rishamiz degan umiddaman. Menga obuna bo'lib qo'ying. Salomat bo'ling.